Assalomu alaykum, hurmatli Norin Chorvoz obunachilar. Necha pulga ketdi aka bu? 7 millionga. Shu qo'chqar 7 millionga sotilibdi. Aka necha pul bo'ldi xunojin? Mana 12 million 500 mingga shu xunojinimiz sotilibdi mana. Assalomu alaykum, hurmatli Norin Chorvoz obunachilari hamda chorva ishqibozlari. Akalar, bugun biz Andijon viloyati Izboskan tumani Yakati chorva bozoridan sotilgan narxlar bilan siz obunachilarimizni realniy tanishtirib boramiz. Mana sotilgan qo'chqor, sovliq, novoz xunojin bozorda sotilganki, hamma narsani darvozani oldida kutib turamiz. Xudo xolasa mana sotilgan narxlari bilan sizlarni tanishtirib boramiz. Qo'ldan kelgancha. Obuna bo'lib bittadan like bosishni unutmanglar hammanglarga. Katta buqamiz. Aka necha pul bo'ldi? Necha pulga ketdi? Pulni bilishmasangiz biz buqamiz. Necha pul bo'ldi? Necha puldan bo'ldi aka? Turishiga aka? 50. Necha pul bo'ldi? Necha puldan bo'ldi aka bu? Qancha bo'ldi oyog'iga? Mana 28 million 300 mingga sotilgan buqamiz 450 kilo keldi. Norin chorvadan. Norin chorva. Bugun chiqarasiz. Bugun. Jonlini tugatdik. Videoga olib ketaylik. 458 million bo'ldi aka bu. Yo'q, o men o'zimnikini 29 oldim buni, açık ko'ring. 28 oldim. Buni açık ko'ring. 28 ga sotilib 450 ga 2 kilo chiqdi hozir. 28 ga sotilgan buqamiz 452 kilo chiqdi. Tortingda aka buni. Aka necha pul bo'ldi? Qolmadi akalar 60 ming 30 ming. Necha pul bo'ldi aka? Ey. Necha pul? Necha pul bola? Izang bolasimi o'sha? Necha pulga sotildi? Bola necha pul? 50 ming. Egizak bolasi bilan ekan. Hozir bilamiz sotilgan narxini. 5 mingga. Yana bola. Navbatdagi qo'chqorimiz bor. Bilamiz necha pulga sotilganini. Navbatdagi qo'zimiz. Qo'chqarmi bu? Qo'chqarmi? Necha pulga oldingiz? 3 million 200 ming. Mana shu qo'zi qo'chqorchamiz 3 million 200 mingga sotilibdi. Shunaqa narxlar bo'lyapti. Aka necha pulga oldingiz buni? 11 million 600 mingga shu buqachamiz sotilibdi. 11 million 600. 11 million 600 ga sotilibdi. Ko'rib turibsizlar, bo'ylari ham 90 chiqib qoladigan novoschamiz. Hozir navbatda mana ena bola sigirimiz chiqyapti hozir. Hali bolasi bilan egizak chiqqan sigirimizni narxini bila olmadik, chunki ular sho'pirimiz narxini bilmaymiz dedi. Shunga hozir mana ena bola sigirimizni 31 millionga shu sigirimiz bolasi xunojin 31 millionga olishibdi mana. Bolasi xunojin mana 31 million.
31 millionga sotilibdi. Nech pul bo'ldi aka? 32 jupa. Mana jupiga 32 million so'mga olibdi mana shu novoschalar. Mana bu sherigi mana 32 million. 32 million. Bular qaytyapti ekan bozorda. Nech pul bo'ldi aka? 27. Mana 20 million 700 mingga shu gibrid yaxshi boqma novosimiz. Olishibdi mana baraka topsin mana 20 million. Zo'r bo'lib qo'yganman. Bozorlar savdosi yaxshi, holatiga qarab, sifatiga qarab olinyapti. Bu qo'chqor sizdanmi? Nech pul bo'ldi aka bu yana bola? 5300. Bolasi so'liqmi? Mana 5300 ga yana bolasi so'liq. Bu qo'chqor 10 millionga olinibdimi? Nima siz olmadingizmi? 10 million. Nech pul bo'ldi aka? 14,5 bo'ldi. Qaysi manosimi? 14,5. Bunisi 14,5. 14 million 500 ga olishdi mana. Yaxshi xunojilarga. Nech pul bo'ldi aka? 18. Jupiga. Mana ikkala xunojinimiz jupiga 18 millionga sotilibdi. Bo'ylari 1 metr, bittasiniki 1.5 chiqib qoladi. 18 million. Nech pul bo'ldi aka bu? Nech pulga oldingiz aka? 92,5. 9 million 350 ga olinibdi mana shu qo'chqor. 9 million 350 ga mana shu qo'chqorimiz sotilibdi mana. Ular nech puldan bo'ldi? Nech puldan bo'ldi? 5,5. Mana 5,5, 5 million 500 dan bo'ldi mana uchalasi. 5 million 500 dan. Nech pul bo'ldi aka? Nech pul bo'ldi? 87 bo'ldi. Egzakmi bu? Egzak. 8 million 700 ming bo'pti egzak bolasi bilan. Ikkalasi ham so'liq ekan. 8 million 700 ming. 30 million 500 ga sotilgan edi bu endi. Aka nech pul bo'ldi? 11 million 200 ming. 11 million 200 ming. Siznikicha aka? Nech pul bo'ldi? 11 million 200 mingdan ekan mana ikkalasi ham. Yaxshi. Nech pul bo'ldi aka bu? Nech pul bo'ldi? 38. 3 million 800 ming. 3 million 800 ga bo'g'oz ekan bu yoshligida. Yosh qochib qolgan ekanda. 3 million 800 ga sotilib shu. Hop. Aka nech pul bo'ldi? 27 bo'ldi. Mana 11 million 500, 12 million 500. Jupiga 24 million bo'ldi mana. 24. 12 million 500, 11 million 500. Jupiga 24 million. Yaxshi. Nech pul bo'ldi aka bu qo'chqorcha? Ha? Qancha? So'liq ekan. 2 million 200 o'pdi. Nech puldan bo'ldi aka? 29,200 sotildi. Ikkalasiga 29 million 200 mingga sotilmadi. Qaytyapti ham holati. Nech pul bo'ldi aka? 17 million 600 ga shu sigirimiz qisir, bolasi yo'q yakka holatiga sotilibdi. Suti bor qisir. Yaxshi. Mana bozor hali ham davom etyapti. Sotilganini, bozor narxlarini videomi efir qilib chiqardik va sotilgan narxlarini obzorini ham qildik. Akalar, obuna bo'lib bittadan like bosib
qo'llab-quvvatlab turishni unutmanglar. Hammanglar sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Hammanglarga rahmat. Shu bilan video obzorimizni yakunlaymiz. Senga meni ham bitta novvosimiz chiqyapti. Nech pul bo'ldi aka? 19 million 300 mingga shu buqacha sotilib. Nech pul bo'ldi aka? 11 million. Bu xonajinimiz 11 millionga sotilib qoldi. 1 million. Shunaqa savdolar bo'ldi. Rahmat hammanglarga, sog' bo'linglar.